Qizlarjonlar, bugun asanka haqida gaplashamiz. Ya'ni asanka ko'taradigan korsetimiz haqida gaplashamiz. Asanka ko'taradigan korsetimiz bugungi kunda quadratli возрастdan boshlab bemalol mantenga, mandan ham yiriroq 52 razmerdagi klientlarimizga to'g'ri keladigan mana shunaqa asankamizdan mavjud. Ya'ni bularimizni nalichimizda juda ham kam qolgan. Mana ikkita yonida temiri bor, ya'ni egilib o'tiradigan farzandlar uchun, egilib yozadigan farzandlar uchun, egilib yuradigan ayollarimiz, erkaklarimiz bo'lsa, bemalol bu korsetni tavsiya qila olaman. Bu korsetimiz bugungi kunda eng yaxshi natijani beryapti va yelkalarni shunaqangi zo'r ko'tarib beradi. Orqasi mana bunaqa X-obrazniy bo'ladi. Bemalol hozir taqib beraman buni ham, ko'rishinglar mumkin. O'g'il bola, qiz bola farqli taqib yuradi, kiyimi ichidan taqqanda yelkani ko'tarib beradi. Bir kunda 8, 10, 12 soatlab bemalol taqib yursa bo'ladi va qo'ltig'inglarni tegini ham ortib yormaydi, podmishkalar mamutini ham ortib yormaydi. Bu korsetimizning bitta yaxshi tomoni orqasi lipuchkali. Bu lipuchkani siz ochib, bemalol bo'yingizga to'g'rilab qilsangiz ham bo'ladi. Katta bo'lsa katta, kichikroq bo'lsa kichikroq. Mana men hozir o'zimga to'g'rilayman, chunki o'rtarog'ida bu. Hozir bu L razmerida, o'sha L razmerini sal o'zimga to'g'rilab, mana sizlar uchun kiyib ko'rsatib beraman va kiyilish usullari ham juda ham oddiy. Qo'lingizga tiqasiz, bu yonidan ham tiqib turib, oldingizga shunday lipuchkani yopishtirib olasiz. Taqqaningizda ham mana o'sha